Assalomu alaykum qadrli parvoz aka-ukalar, hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Mana bizni kaptarlar. Mana shu bir juft haydagim bordi. Hozir sekin ajratalsam, hozir ajratib mana shu ikkovini haydab yuboraman. Juplab berdim bularni. Qo'shtiq modasini yo'qotganimdan keyin sirasi mana dumi qoraga urib berdim. Svolich qaysi ekan bu? Katta naram tushib ketdi. Mayli, shu uchovini haydab boramiz. Mana ikkita-ku tushadi. Ana bitta nar shu bilan shomda tushadi. Hali asrga ozon chaqirgan yo'q lekin. Ana nar shu bilan endi u qorong'ida tushadi. Ajoyib emas, mana ular bilan baravar tushib olsa. Ana qo'shtiq nar bilan dumi qora moda. Gap yo'q uchar ekan kaptarlar boru. Modaniku o'zim ko'rdim, qo'shni ko'rdim, o'yinini maqtadi, o'yini unaqa bas ekan-u, lekin ana shu dumi qora moda tassillatib urar ekan, nari unaqa o'ynamayapti. Yangilik bo'ldi keyin mana bu yangilik bo'ldi mana. Yana hozir mana bu bir jufti, mana o'tgan safargi mana bir jufti Qo'qonga bugun hozir kelib olib ketishadi, xudo xolasa. 350 ga ketdi bular ham Qo'qonga. Sochinar. Soch moda bilan jub bo'lib oldi. Mana uni modasini olib qo'ydi, xullas jub bo'lib oldi. Mana metta, mana u qizil kalsoliydi bolasi, bittasi. Kichkinasi bu illatiraq chiqqan. Aytdim, ucho'rib kaptarlar bolani shunaqa qilib qo'ydi. Mana hali ko'k boshnardi bolasi. Hozir ko'rsataman buni ham otasini. Mana bitta Tedi xotini bilan mana bu yerda buni bolachalari bor mana. Xudo xolasa bular ham sekin katta bo'lyapti. Uni bir jup ketdi. Mana hozirgalik aytdi oq juvonalarning otasi mana unar bo'ladi. Ota taka vobshe kuchli bunar. Kecha kuni 4 ta qolib ketdi. O'zi kech uchib ketdi. Shomga 1 soat qolganda uchib ketib qolib, yopishib qoldi xullas. Qizil kalso kech payt tushib oldi qorong'ida. Bu ashu moda orqasidagi, keyin yana bitta tedinar, keyin mana yerda narni. Ana yerda yuribdi mana unar, mana uni nari oqini. Shu 4 tasi qolib ketdi xullas. Ertasiga 3 ta qaytib keldi. Mana ular abetda keldi. Bitta tediyim kelmadi qisqasi. Hozir men u qizil kalsodi bolasini ham olaman ikkinchisini. Mana qizil kalsodi ikkinchi bolasi. Onayni ham yuring nari o'rtaq birpasda chiqib ketibdi shikili tashqariga o'rtag'i. Chiqib olibdi tashqariga. Hozir o'rtag'ini oldiga tashiyman. Mana bir tovoq mana shu ikkovi qizil kalsodi bolalari mana. Mana u kattasi, mana kichkinasi, mana ko'k boshli bolalari. 3 tani ko'rsataymi endi. Chiqib ketibdi 3 ta. Gap yo'q ko'tarilib ketibdi ko'z tegmasa. Yomon uchargan uni ikkovi ham. O'zimni kichalik bas, 1-2 soat uchib tashab borishyapti-yu, lekin har holda shu uchursam yopishib qolyapti, kapalak bo'lib chiqib ketyapti ikkovi ham. Xudo xolasa ochishga kelib qoldi bular ham. Mana ular ochib sovuqda, mana ular ochib, menimcha hozir bitta bolasi qoldi, tirik qoldi, kattaroq bo'lib qoldi. Bittasi o'ldi sovuqda xullas. Bunarni ham o'zi qanoti endi yetib kelyapti hali. Ukaxon qaytarib berganlar o'zimizni uchirayotgan. Hozir uchib ketgan Pokiston yakka uchgan nardi bolasi. Hozir shu uchayotgan narga mana modani jupladim endi. Mana modani juplab berdim.
Yaxshi moda ekan bu ham. Tushirtirib ko'raligilar bilan baravar olib kelgan. Mana bir juft qizil kasovlar mana. Hozir haydab borsam ham bo'ladi bularni. Keyin yana kechada qolib ketib bo'ladi. Mana soch moda. Hali tayi qora sochga tushyapti yaramas. Hozir uni ham chiqaraman. Mana taytor. Mana tayi. Nari yosh mana hali qanotida qoralari bor. Yechib berganman kaptarda. Mana shu moda bilan jub bo'lib yuribdi hozircha. Men mana zelyonkalik yechib berdim yana. Mana shuni ham bir haydab ko'rmoqchiman. Qiziqqanlar bo'lsa mana uni nardi beramiz. Buni ham tagi qop-qora. 100 mingga beramiz mashinani. Chiqarib beraman 100 mingga. Kaptar tekis ingichka uchadi. Xudo xolasa xijolat qilmaydi. Mana uni haydamoqchi. Mana ham yechiq. Buni ham yechib qo'ydim. Bugun yechganim uchun qanoti uyushyapti shekilli. Mana modaga jub bo'lib oldi. Buni ashini nari yo'qolib qoldi, ashunga jublab qo'ydim. Xullas maladoylar don ishga kelib qoldi. O'sha don yeyapti o'zi. Yana bir cho'zilish uchun yana vaqt kerak, biror hafta fursat kerak, cho'zilib katta kaptarcha bo'lishi uchun. Lekin o'zlari donni urishyapti gumillab. Uchta tashapti, ozgina tashapti mana kaptarlar. Deyarli yoshdan tevalid ekan, jicha tashapti xolos. Aka-ukalar mana hamma kaptarimiz shu ko'payib qoldi kaptar ham. Qiziqanlar bo'lsa kommentariyada nomer qoldiraman. Kirib shu yerdan gaplashamiz, aloqalashamiz. Zarillari bo'lsa qilib beramiz. Mana shu bir jup sochni sotib ham yuboramiz. Mayli, nari mana u faqat olman modani. Ajratib sotilmaydi. Buni ham qanoti o'sib qoldi. Xudoga shukr, buni ham asa qiynaldi kaptar bechora bu ham. Aka-ukalar hamma o'zini ehtiyot qilsin. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Endi hayit bayramlarni yaxshi o'tkazinglar aka-ukalar. Jonlaring sog' bo'lsin. O'zlaringni ehtiyot qilinglar.